Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisizlar? Dunyo uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövanda diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini bo'lsin. Dunyo uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Aloviddin, qurultayning sobiq raisi va Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqin Aysa, Qurultay Xitoy ishlari komitetining mudiri Savut Mamat va Xitoy tarafidan o'lim jazosiga hukm qilingan atalmish Shinjong universitetining mudiri Toshpo'lat Tayibning inisi Nuri Tayibdan tashkillangan bir hay'at Yaponiya poytaxti Tokioda ichilayotgan 5-navbatlik xalqaro o'lim jazosini amaldan qoldirish harakati tashkilotining yig'iniga qatnashib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'natgan. Yaponiya poytaxti Tokioda 7 noyabrdan 9 noyabrgacha xalqaro o'lim jazosini amaldan qoldirish harakati tashkilotining 5-navbatlik Osiyo rayoni yig'ini ochilgan bo'lib, Tailanddagi faoliyatlarini tugatib qaytgan Turg'unjon Aloviddin va Dolqin Aysa apandilar qurultayning bosh taftishi Abdukerim Abdurahmon, Savut Mamat va Nuri Tayibdan tashkillangan bir hay'at taklif bilan qatnashib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'natgan. Dolqin Aysa apandining bildirishicha, Doktor Toshpo'lat Tayibning Amerikadan kelgan inisi Nuri Tayib va qurultay hay'ati mazkur yig'in jarayonida Uyg'urcha an'anaviy kiyimlarni kiyib, yig'inning oldingi qatorida Xitoy tarafidan o'lim jazosiga hukm qilingan Toshpo'lat Tayib va Xalmurat Qo'pirning rasmlarini tutib o'ltirishgan. Turg'unjon Aloviddin, Dolqin Aysa, Abdukerim Abdurahmon, Savut Mamatlar bu yig'inga dunyoning har qaysi joylaridan kelgan vakillarga o'lim jazosining vahshiy, qabih va insoniy qadr-qimmatni xunuklaştiradigan bir jazolash usuli ekanligini, halbuki Xitoyning hozirgacha o'lim jazosini ijro qilishni to'xtatmay qolmay, o'lim jazosini dunyo bo'yicha eng ko'p yurgizadigan davlatlik o'rnini saqlab kelganligini o'ttirib qo'yib, buningga Toshpo'lat Tayib, doktor Xalmurat Qo'pir va Xitoyning turma jazo lagerlarida hayotidan ayrilgan kishilarni misol qilib ko'rsatgan. Doktor Toshpo'lat Tayibning inisi Nuri Tayib apandi mazkur yig'inda aksi Toshpo'lat Tayib haqida guvohlik bergan va yig'inning yepilish nutqini so'zlab, yig'in hay'atiga va Yaponiya hukumatining yuqori qatlam rahbarlariga Uyg'ur dopis taqdim qilgan bo'lib, o'qilgan so'zida mundaq deydi. 同僚の友人の皆様、そしてご列席ご参加の皆様に心よりご挨拶申し上げます。私は Mening akam professor Toshpo'lat Tayib, coğrafiyashunos, ma'rifchi va bilimning dunyoni o'zgartirish kuchiga ishongan odam edi. U butun hayotini o'quvchilarga yer sharining insoniyat bilan bo'lgan nozik tangponligini o'rgatishga bag'ishlagan. U ma'rifning qo'rqinch tomlari emas, balki xalqlar orasida tushunishni kuchaytiradigan kelgusini orzu qilgan. U 1988-yili Tokio Fanlar universitetida o'qigan va qo'llanishchan jo'g'rafiya kasbida doktorlik unvoniga erishgan. 2010-yili u Shinjong universitetining mudiri bo'lgan. 2017-yili u Germaniyadagi akademik yig'inga qatnashishga tayyorlanayotganda Beijingdagi aerodromda tutib ketilgan. Shu kundan boshlab oilamiz uning ovozini qayta anglab boqmadi. U shuningdan keyin jamoatchilikning nazaridan g'oyib bo'ldi. Keyin biz uning atalmish bo'lginchilik degan yolg'on ayblashlar bilan maxfiy sotlanib, o'lim jazosiga hukm qilinganligini bildik. Tasavvur qilib beqing. Eng chong ishtiyoq cho'lliklarni xaritalash va yosh olimlarni tarbiyalash bo'lgan bir odamga o'lim jazosi berilgan. Xitoy hukumati uning o'lim jazosiga hukm qilinganligini rad qiladi. Uning delosining tafsilotlari yanada aniq emas. BDT uning delosini nurg'un qatam o'tirib qo'ydi. Ammo hukumat ma'nilik uchurlarni bermadi. Uning qayerda ekanligini bilmaymiz. 8 yildan buyon biz umid bilan qayg'u orasida yashab keldik. Uning hayot yoki hayot emasligini bilmaymiz. Uning qayerda tutib turilganligini bilmaymiz. Biz biladigan narsa shuki, uning birdan bir jinoyati o'ylash, o'rganish va o'qitish erkinligiga ishonadigan bir Uyg'ur ziyolisi bo'lganligidir. Bu yolg'iz akamning hikoyasi emas, balki bu butun bir xalqning ovozini o'chirish, bir avlod Uyg'ur olimlari, san'atkorlari va mutafakkirlarining vayron qilinishidir. Tibbiy universiteti doktorxonasining boshlig'i bo'lgan doktor Xalmurat Qo'pir Kyoto universitetida tibbiy fanlar bo'yicha doktorlik unvoniga erishgan. 2018-yili ishonchli xabarlarda uning akamga o'xshash 2 yillik kechiktirilgan o'lim jazosiga hukm qilinganligi ko'rsatilgan. Uning hozirgi ahvoli aniq emas. Ba'zi xabarlarda jazoning umrlik qamoq jazosiga o'zgartirilganligi o'ttirib qo'yilgan. Ammo shundan keyin uning qayerda ekanligi yoki salomatligi to'g'risida dalillangan uchur yo'q.
Mana bu bizning hikoyamiz. Men sizlardan bu yig'in oxirlashganda uning ismini, Toshpo'lat Tayibni esinglarda saqlashinglarni va uni o'z tashkilotinglarda, hukumatlaringlarda va darsxonanglarda so'zlashinglarni so'rayman. Savut Mehmet Efendining bildirishicha, bu qatimki yig'in jarayoni Yaponiya davlat televiziyasi tarafidan naq maydondan suratga olingan bo'lib, Toshpo'lat Tayib va Xalmurat Qo'par har ikkalisi Yaponiyada o'qiganlik uchun va Yaponiya ilm sohasida tanilgan kishilardan bo'lganlik uchun Yaponiya jamiyatida qattiq g'ulg'ula qo'zg'agan. Dolqin Isa Efendim stansimizning ziyoratini qabul qilib, bu haqda ma'lumot berib o'tdi. Bu yığında elbette Uygur meselesi mühim bir gün tertip meselesi müzakere kılındı. Bir yerde biz Uygurların ve Xitay müstemlik astiki topraklarda siyasi cihetten ölüm cezası hüküm kılınatkan birden bir halk boğallığını oturup koyup Uygurların bugün duş kivatkan kamplarda minliğen milyon, yüz minliğen insanların akıbetinin ma'lum bo'lmaganligi, bularning qanchasining ölüm cezasıga mahkum qilinganligi, qanchasining maxfiy o'ldirilganligi, qanchasining hayoti bo'lganligi haqida aniq ma'lumotimizning bo'lmaganligi, shuning bu yerda dunyoda ölüm cezasini amaldan qoldirish harakatiga ko'ngil bo'layotgan tashkilotlarning, shaxslarning bu masalaga jiddiy diqqat qilish kerakligi haqida fikrlarimizni o'tirib qo'ydik. Mutaxassislarmi hakikaten Uygur meselesinin ciddi bir meselesi bo'lganligini, Uygurlarning ölümcüge bilen yüz kivatqanlıqdan ibaret bir reallıqlarını bir oturup koyup ötdi. Dünyanın her qaysi joylaridan kelgan yuqori darajalik amaldarlar bo'lsin, masalan bu yerda Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Komitesininki reisi bilen köreştik. Birleşken Devletler Teşkilatı Mecburi Tutqun Qilganlar Komitesining xodimlari bilan köreştik. Fransiya'nın İnsan Hakları alayda elçisi bilan köreştik. Yaponiyaning Adliya Ministri, Malayziyaning burunqi Adliya Ministriga o'xshaydigan yuqori darajalik insonlar bilan ko'rishish fursatlarimiz bo'ldi. Mazkur yig'inga parallel holda yana 8 noyabr kuni Yaponiya Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishida o'lim jazosiga hukm qilingan professor Toshpo'lat Tayibning fojiasi to'g'risida muhokama yig'ini o'tkazilgan bo'lib, qurultay raisi Turg'unjon Alovuddin bu yig'inning ochilish so'zini qilgan. Bu yig'inda professor Toshpo'lat bilan uzun yillardan buyon tadqiqot sohasida hamkorlashib kelayotgan Rikkyo universitetining sobiq mudiri yaponiyalik professor Takamura Kokimo maxsus sanliq uchur yo'llab, professor Toshpo'lat Tayib ve Uyghur xalqiga o'zining eng cho'nqur tilaklarini bildirgan. Dünya Uyghur qurultayining muavin raisi Zumratay Erkin ve qurultay ijroiya komitetining raisi Roshan Abbaslar Berlinda ichilayotgan Dünya erkinlik qurultayiga qatnashib, Xitoyning chegara halqagan bostirishlari ve Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni kun tartibga elib kelgan. Germaniyaning poytaxti Berlinda 10 noyabr kundan boshlab Berlin timining yiqilganligining 36 yilligi munosabati bilan Berlin erkinlik haftasi faoliyat elib berilayotgan bo'lib, bu faoliyatga parallel holda 7 noyabrdan boshlab Dünya erkinlik qurultayi Berlinda ochilgan. Bu munosabat bilan Zumratay Erkin va Roshan Abbas xonimlar Dünya erkinlik qurultayiga qatnashib, Xitoyning chegara halqagan bostirishlari, Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik va Uyg'ur majburiy amkini kun tartibga elib kelgan. Dünya erkinlik qurultayi erkinlik, demokratiya, kishilik huquq uchun kurash qilish, mustabid tuzilmalarga qarshi turish, erkinlik jangchilarini himoya qilishni tubg'oya qilgan, faoliyatchilarni tarbiyalash va erkin dunyo qurib chiqish uchun dunyoning har qaysi joylaridagi erkinlik uchun kurash qilayotganlar, so'rgindagi xalqlar, kishilik huquq tashkilotlari, diplomatlar, axborotlar, hukumat, savdo, ma'rif, taratqu, texnika, fuqarolar jamiyati ve davlat mudofaa sohasidagi rahbarlarni bir yerga jam qilib, bargan sari muqimsizlashayotgan ko'p qutbli dunyoda uzun muddatli strategiya va moslashishni taraq qildiradigan bo'lib, bu qatimqi Berlinda chaqirilgan 2-chi qurultayda yana mazkur qurultayning 2-chi navbatlik rahbarlik qatlamini saylab chiqqan. 4-chi navbatlik Dünya erkinlik qurultayi 2023-yil 11-oyning 6-kuni Litvaning poytaxti Vilniusda ochilgan bo'lib, bu qurultayga 56 davlatdan kelgan 200dan ortiq o'qituvchi, siyosiy faoliyatchilar va xalqarada tanilgan mashhur zotlar qatnashgan bo'lib, Uyg'urlardan Dünya Uyg'ur qurultayining sobiq raisi Dolqin Isa, Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining sobiq raisi Nuri Turkel, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining bosh kotibi O'rkash Davlat, Zumratay Erkin va Asana Izgil qatorliqlar taklif bilan bu qurultayga qatnashgan. Ve şu qatimliq Dünya erkinlik qurultayida mazkur qurultayning rahbarlik hay'ati saylab chiqilgan bo'lib,
5 qit'adan kelgan 200 dan ortiq vakil ichidan 31 kishini saylab, mazkur tashkilotning rahbarlik kengashini qurib chiqqan va bu rahbarlik qatlami ichida Dolqin Aysa va O'rkash Davlat Apandimmo mazkur tashkilotning rahbarlik qatlamidan o'rin olgan. Zumrat Ayarkinning bildirishicha, Zumrat Ayarkin va Roshan Abboslar bu yig'inda so'z qilib, Xitoyning chegara halqagan bostirishlari, Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik va Uyg'ur majburiy amgiki, Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosati qatorliqlarni kun tartibga ekilish bilan birga, dunyoning har qaysi joylaridan kelgan vakillar bilan ayrim suhbatlar ilib berib, Uyg'ur xalqining Xitoy ishg'olidan buyon uchrayotgan zulm, qirg'inchilik, bostirish va Xitoyning assimilyatsiya siyosatini tonishtirish fursatiga erishgan. Qurilganiga 2 yil bo'lgan Dunyo erkinlik qurultayining xalqaro siyosiy faoliyatchilarni tarbiyalash guruhi, siyosiy mahbuslarni qo'llash guruhi, erkinlik uchun texnika guruhi, ma'rif va ayollar huquqi guruhi qatorliq akademik tarmoqlar bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi siyosiy mahbuslarning oilalari va himoyachilarga muhim yordam beradigan maxsus tor shakllantirgan bo'lib, dunyo miqyosida adolatsiz qamoqqa ilinganlarni ro'yi va iqtisodiy jihatdan qo'llash, faoliyatchilarni eng yangi raqamli texnikalar bilan ta'minlash, demokratik harakatlarni qo'llash uchun tor faoliyatlari, sun'iy aql va raqamlik maxfiyatlik qurollar qatorliq texnikalardan qandoq unumlik va bexatar foydalanish to'g'risida nishonliq tarbiyalash, eng ilg'or raqamlik texnikalardan foydalanish iqtidorini oshirish, demokratik harakatlarni kuchaytirib, dunyo miqyosida erkinlik ishlarini ilgari surishni maqsad qiladi. Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yoshirish uchun elib borgan ta'tir tashviqot chet el axborotlarining diqqatidan qocholmagan. Hindistonning Sentinel axborot kanali Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini sayohatchilik bilan yoshirayotganligini e'lon qilgan. Hindistonning Sentinel axborot organi Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini yoshirish va xalqaro jamiyatni aldash uchun sayohatchilikni keng ko'lamda tashviq qilish orqali jinoyatidan qochishga urinayotganligini ilgari surib, Xitoyning Uyg'urlarga majburiy emgak, majburiy tug'mas qilib etish, oilalarni ayirib etish qatorliq zo'ravonlik siyosatlarini yurgizib turibmi, yana bir yoqdan saxta sahnlarni hozirlab, sayohatchilikni kuchaytirish orqali o'z jinoyatlariga chopon yepishga urinayotganligini bayon qilgan. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.